21 bab. Perverdigarning qo'lidadir podshohning ko'ngli. Boshlar u o'zi xalgan tarafga eriq suydek uni. İnsan to'g'ri deb bilar o'zining har bir yo'lini, lekin Perverdigar dangsab ko'rar uning qalbidikini. Odamning haqqoniy va odil ish qilishi qurbonlik qilganidan bekrak xursand qilar Perverdigarni. Gunohdir ko'zning takabburligi va qalbning hakovurligi. Yamonlarning kibrlik turmush kechirishi. Cho'qim mo'lchilik keltirar astoydil odamning plani faqat muhtojlikda qolar barliq oldirang'u kishi. Yolg'on so'zlab topgan boyliqlar xuddi uchib ketadigan tutun, ajallik tuzoq kabi. O'z beshig'i chiqar yamonlarning zolimligi, chunki rad qilar adolat yo'lida minishni. Agridur gunohkorning yo'li, durustdir pokning ish harakati. So'qishqoq xotin bilan bir uyda yashashdan afzaldir o'g'zining bir bulung'ida yashash. Yamonning ko'ngli hirismandir yomonlik qila. Himmat qilmas u hatto o'z yaqinlariga. Nadan ibrat alar, mazaxchi tartilg'inida jazoga. Dana bilim alar, nasihat berilganda uningga. Adil Xudo ko'zitib turar yamonning uyini. Zavallıkka yüz tutqizar hamon yamonlarni. Kimki quloq salmasa kambag'allarning dod faryodiga o'zi dod faryod qilgandimu hech kim javob bermas uningga. Basar yoshurun savg'at ochiqni, yang ichida berilgan para qahr g'azabni. Adalet beca keltirilgende haqqoniylar xushal bo'lar. Yamanlık qilg'uvchilar bo'lsa vahimida qalar. Aql idrok yo'lidan chiqquvchi bo'lar o'liklarning orsidagi biri. Rohat farog'atga berilgan kishi namrat qalar. Beymas sharob ichish, yog' chaynashqa amraqla. O'ziga qaytar razilning haqqoniyga planlagan yamonligi, vafosizning durust qilgan yomon niyati. So'qishqoq va terikka xotin bilan yashashdan afzaldir cho'l bayavanda yashash. Aqlning uyida orzuluq boyliq, nozu ne'matlar. Ahmoqlar ba dunyosini buzib chachar. Haqqoniyat va sodiqlikni izlaganlar chin hayotlik, haqqoniylik va hurmatga erishar. Elib aql kuchliklarning shahrini, g'ulutar ularning tayanchi bo'lgan qo'rg'inini. O'z og'ziga ega bo'lgan kishi saqlab qalar balodin o'zini. Takabburlik va cho'nchilik qilgan masxirchi deb otilar. U ziyoda kibrlik bilan ish qilar. Halok qilar o'zini hurunning tamasi, chunki ishqi bo'lmas uning qo'li. U kun bo'yi ochko'zlik bilan tama qilar, haqqoniy bo'lsa oyimay sexiylik qilar. Yamonlarning qurbonligi Perverdigarga yikinishlikdir. Yomon g'arazli qilingan bo'lsa
texmu şundaqdır. Saxta guvohlik yo'q chiqar. Öz qulqi bilan anılğıçının guvohligi мәңгүлік bo'lar. Qilindur yaman odamning yüzi. O'ylanib mang'ar durus öz yo'lini. Her qandaq danolik, aql idrok yoki maslahat qarshi bo'lsa Parvardigorga kargı kelmez faqat. Atla jang uchun tayyor qilinar. Biroq g'alaba faqat Parvardigordinla bo'lar.